Qachon olib Sametimiz ketasizmi? Qosimxonga baraka bo'lgan. Mana o'zimiz Men katta boya ko'rsatgan. Albatta, aytish esdan chiqib qoldi. Siz ham katta planlarcha olib ketar ekansiz. Manzilingiz qayerda sizni? Bizniki Namangan shahar Lolada. Lolada. Ertaga Loladan mana shunaqa quyonlar tug'ilsa, sekin kelisharkan ekan-da. Xudo xohlasan. Lola qayerdasan deb. Mana Narxingizni ham aytib o'tib ko'pchilik ishonmasligi mumkin-da. necha pulga oldingiz? Xudo xohlasa 700 dollarga baraka bo'ldi. Qanchaga? 700 dollar. 700 dollarga. Namangan Qo'y beradi deydi. Ya. Yetigulaga. Bu ani qo'y 40 ming 50 ming dollarligi bor-ku. Bu quyonni shunaqa qimmati, ani siz boqayotgan quyondan emas. Hurmatli, negativ janoblari deydi. Aka, buyursin. O'zidan ko'paysin, yaxshi narsalar oling, siz ham fermangizga borib bizga syomkalar qilish nasib qilsin. Juda ham zo'r narsa olibsiz. Boy birinchi ko'rganimizda bu oyoqlari yog'on. Bunga ish qilib nechta anaqa tayinlab qo'ygansiz? Hozircha ikkita samkamiz bor. Yana Xudo xohlasa qilamiz. Yana samka so'z o'zlari qilib beradilar. Shuningdek ekan o'zlari o'rgatishganlar bundan. Qandoq boqishi? Xohlasa. Ha. Shunaqa. O'zbekistonning eng zo'r erkaklardan biri sizda bo'lar ekanda, Holandalarning. Biz yana vohani ham aylanib ko'ramiz, qani nima bor ekan.